Baliq yeyapsiz, birdaniga tomog'ingizga nimadir sanchilib qoldi. Bu narsa ko'p ehtimol bilan baliqning qiltanog'i bo'ladi. Bunday holatda nima qilish kerak? Bunday holatlarda ko'pchilik qattiq non yoki dag'al narsalar yeb ko'radi, suv ichadi yoki ayrim holatlarda qo'l bilan og'izda kavlab ko'riladi. Aslida esa bu katta xato. Sababi o'sha sanchilib turgan qiltanoqni dag'al moddalar yoki qo'llarimiz bilan yana ham chuqurroq botkizib qo'yamiz. Uy sharoitida bunday holatlarda birinchi yordam birinchi o'rinda og'izni fonar bilan ko'riladi. Agarda qiltanoq katta va yaqin holatda joylashgan bo'lsa, biror bir qisqichni spirт bilan tozalagan holatda ko'rinib turgan qiltanoqni olsa bo'ladi. Agarda qiltanoq fonar yordamida ko'rib bo'lmagan holatda bo'lsa, albatta yaqin o'rtadagi lor mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Yana bir muhim eslatma, qiltanoq yosh bolalarda sanchilib qoladigan bo'lsa, uy sharoitida hech qanday yordam qilish kerak emas. Bu holatda zudlik bilan yaqin o'rtadagi mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing va shunday foydali maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.